Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hoji akalar, hoji onalar, aka ukalar, opa singillar. Sog'misizlar, omonmisizlar? Yana bir navbatdagi fayzli xonadonimizga keldik. Biz endi Andijon Chinobod tumanidamiz do'stlar. Xudo xolisa ushbu fayzli xonadonimizni fasad sokil qismlariga gipki kamelarimizni yopishtiramiz. Juda chiroyli trendga chiqqan gipki kamelarimizni tanlashgan. 110 kvadrat chiqdi 90 ming so'mdan. Usta haqi ichida ipki kamelarimizni dogovor qildik. Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa ushbu fayzli xonadonimizga ipki kamelarimizni 10-apreldan xudo xolasa ustalarimiz bo'shashi bilan ushbu xonadonga kelib ishlarni boshlashadi. Sokil kraska bo'lgan ekan, kraskalar chilib, kafelnikli tortiladi. Asosiy devorga ham emotsiya qilingan, emotsiyani shilib kafelnikli tortiladi. Bunga ham xudo xolasa ishni boshlaganmiz, ish jarayonlarini sizlar bilan bo'lishib boraman do'stlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Deraza chetlariga ham gipki kamelarimizni yopishtiramiz. Do'stlar, bizdan uzoqlashmaysizlar. Xudo xolasa necha qop kafelnikli ketdi 112 kvadratga qancha rasxod bo'ldi. Hammasini qo'ldan kelgancha video syomka qilib sizlar bilan bo'lishaman. Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz do'stlar.